Hammaga xayrli tong bobo dehqonlar. Urug'ini donasini $1 dan olib kelingan qovunimiz. İlk o'sha mevalarini ko'rsatdi. O'sha mashq ko'rinishda ekan. Meva tuyumlari, meva solishlari. Xudo xolasa buni ham sekin endi videolarni qo'yib boramiz. Qani bu puliga arziydimi? Bu qovun arzimaydimi? Xudo xolasa kanalimizni, sahifalarimizni kuzatib borsalaring, xudo xolasa buni birgalikda pishiramiz bobo dehqonlar. Sizlar faqat bittadan like, bittadan kommentariy yozib turasizlar. Bizni qo'llab-quvvatlab, dehqonchiligingga baraka deb tursalar, xudo xolasa inshaalloh yaxshi bo'ladi. Mana ko'rinishdan o'sha rasmdagi chiroyli ichida sariq pishadigan qovun. Endi mazasi qanchalik bo'ladi? Buni endi pishganda ko'ramiz. Lekin sifat oliy darajada. Ko'rinish boru, tashqi ko'rinish, so'yilgandek holatlar judayam chiroyli holatda. Videoni oxiriga bu qovunda o'sha pishgan holatdagi rasmini qo'yib qo'yaman. Ko'rib berasizlar. Sog' bo'linglar, kunlaring xayrli, barakatli bo'lsin.